Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, hurmatli Agrohouse maktabini kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Sizlarga kattakon tashakkur bildiramiz. Vaqtinglarni ayamasdan bizning videolarni ko'rib borib, izoh qismida iliq fikrlarni bildirib ketyapsizlar. Bu biz uchun albatta motivatsiya beryapti va biz yanada yangi mavzularni sizlarga e'tiboringizga havola qilishga qattiq bel bog'ladik. Ana endi bugungi sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzumiz hosilni cheklaydigan faktorlar. Bunga shunday nom qo'ydik, hosilni nima cheklaydi? Albatta hosilni cheklaydigan faktorlarni biz oziqlantirish nuqtai nazaridan qarab chiqamiz bugun. Lekin umumiy nuqtai nazardan qaralganda hosildorlikni cheklaydigan omillar bular o'sha tuproqda deylik yoki o'simlikda oziqa moddalarining tanqisligi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam bugungi kundagi eng katta muammolardan suv tanqisligi. Bundan tashqari kasallik va zararkunandalarga qarshi to'g'ri kurashishni bilmayotganligimiz yoki bo'lmasam noqulay ob-havo sharoiti hamda tuproqning endi pH darajasi dedik, ya'ni bu o'sha kislotalik hamda ishqoriylik holatlarini biz nazarda tutdik. Bu va shunga o'xshagan bir qator faktorlar hosilni bugungi kunda cheklaydigan asosiy omillar hisoblanadi. Lekin hozir biz yanada chuqurroq bu faktorlarning ichiga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi o'simliklarni o'g'itlash falsafasi deb sarlavha qo'ydik. Bu degani masalan bugungi kunda qishloq xo'jaligining eka tizimi shunchalik murakkab holatga kelib qoldiki, bitta dalani oziqlantirish yoki bitta dalada kasalliklarga qarshi kurashish bo'yicha ham turli xil yondashuvlar mavjud bo'ladi. O'shani ham bu endi nimaga olib kelinadi desangiz, deylik bitta daladagi o'g'itlash tavsiyasi bitta mutaxassisda boshqacharoq, ikkinchi mutaxassisda boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin ularning har bir mutaxassis tomonidan beriladigan tavsiya bu ilmga asoslangan bo'ladi. Shuni e'tiborga olishimiz zarur bo'ladi. Endi qarangki, oziqlantirish bo'yicha tavsiyalar berishda ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Birinchi omilni biz buni ekin turi deb nomladik. Ya'ni bizda albatta ekin turlarini mana ko'rsatib o'tdik. Donli ekinlar, dukkakli ekinlar, texnik ekinlar, sabzavot ekinlari hamda mevali ekinlar. Har bir ekin turi uchun oziqlantirish talablari turlicha bo'ladi. Bu o'z-o'zidan aniq narsa. Deylik, donli ekinlar ko'proq azotli o'g'itlarga ehtiyoj ko'p talab qilsa, dukkakli ekinlarda ham xuddi shunday. Azot hamda fosforli ekinlarga talabi katta. Texnik ekinlarda deylik, fosfor, kaliy, azotli hamda sabzavotlarda ayniqsa juda bu farq qiladi. Nafaqat makro elementlar, ya'ni azot, fosfor, kaliy. Bundan tashqari sabzavotlarda mezo elementlarga, kalsiy, magniy, oltin gugurt hamda mikro elementlarga bo'lgan talab ham juda ham yuqori bo'ladi. Mevali ekinlarda, masalan mevali ekinlarda fosfor, albatta azot, fosfor, kaliy, mikro elementlar bularga ham kerak. Lekin eng asosiy elementlar sifatida deylik, biz endi bu yerda olmani ko'rsatdik. Kalsiy elementiga bo'lgan ehtiyoj, kaliyga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa mevali daraxtlarda juda yuqori bo'ladi. Ya'ni endi ikkinchi bu holatimiz to'g'ri nav tanlashga kelib taqaladi. To'g'ri nav tanlash va unga mos oziqlantirish yuqori hosil va sifat garovi deb nomladik. Ya'ni deylik, bug'doy navlarini oladigan bo'lsak, navga qarab azotga bo'lgan talab va o'g'it me'yorlari farqlanadi. Albatta, bu ichiga kirib borsangiz, bugungi kunda turli xil bug'doy navlari mavjud va ularning ba'zi birlari azotga juda katta talab qiladi azotni, ba'zi birlari esa boshqa bir elementlarga ko'proq, deylik ba'zi birlari mikro elementlarga ko'proq ehtiyoj sezishi mumkin. Xuddi shunday paxtalarda ham, makkajo'xorida ham, hamda endi sabzavotlarda, sabzavot navlari endi bugungi kunda juda ko'p duragaylar, gibrid deymiz, juda ko'p duragaylar bozorga kirib kelgan. Bu duragaylarimiz endi sifat va hosil miqdorini ta'minlash uchun bularni endi oziqlantirishi bir o'ziga xos. Ya'ni ochiq dalada ham bugungi kunda juda ko'p duragaylar, ya'ni F1 duragaylar ekiladi. Ularni oziqlantirishi juda ham ko'p ilm talab qiladi desak bo'ladi. Yoki bo'lmasam xuddi shu narsani biz meva navlarida ham ko'rishimiz mumkin. Mana tepada bir ko'rsatdik, har bir navning o'z xususiyatlari, hosildorlik salohiyati va oziqa moddalariga bo'lgan talabi turlicha bo'ladi. Shuning uchun oziqlantirish tavsiyalari navga mos ravishda ishlab chiqilishi kerak. Shuning uchun biz aytamizki, masalan siz qandaydir navni tanlayotgan paytingizda, biron joydan xarid qilayotgan paytingizda o'sha sotuvchidan so'rashingiz kerak bo'ladi. Navni yaxshi ko'radigan oziqalari bo'ladi. Masalan, qaysidir navlar azotga ko'p
talabchan bo'ladi. Qaysidir birlari azotga juda talabchanligi past bo'ladi yoki kaliyga yuqori bo'ladi. Xullas, siz olayotgan navizni albatta so'rashingiz kerak. Uni o'ziga xos afzalliklari, uni kamchiliklari, uni talablarini so'rashingiz kerak bo'ladi. Endi eng muhim jihatlardan yana bittasi, bugungi kunda biz ko'p e'tibor bermaymiz, lekin eng e'tibor berilishi zarur bo'lgan narsa. Biz buni videolarimizda ko'p takrorlayapmiz agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz. Tuproq tahlili. Bugungi kunda o'zi O'zbekiston sharoitida tuproq tahlili juda ham muhim hisoblanadi. Mana hozir meni eshitib turgan dehqonlar o'ziga o'zi savol berib ko'rsin. Tuprog'ini deylik 1 yilda necha marta tahlil qiladi yoki o'zi biz tahlil qilyapmizmi tuproqlarimizni? Qaysi ma'noda tahlil deyilsa, tuproq tahlili o'zi nega muhim? Tuproqning oziqa moddalar bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlash va o'g'it me'yorini ilmiy asosda belgilash uchun muhim omil hisoblanadi. Mana shu ikkita so'z, oziqa moddalar bilan ta'minlanganlik darajasi hamda o'g'it me'yorini ilmiy asoslash degan narsada biz ko'proq to'xtab o'tishimiz zarur deb o'ylayman. Nimaga? Chunki biz bugungi kunda o'g'itlarni juda palapartish beryapmiz. Afsuski. Sababi, agar siz tuprog'ingizni, biz mana o'zimizning faoliyatimiz davomida o'zimizda ham laboratoriya mavjud. Juda ko'p mijozlarimizni tuproqlarini tahlil qilganimizda, laboratoriyada sinovdan o'tkazganimizda bizda juda ko'p elementlar, masalan, tuproqlarimizda mikroelementlar, azot, fosfor, kaliy ham ba'zi bir tuproqlarimizda yuqoriligini ko'ramizda. Misol uchun namuna olish qay tartibda bo'ladi? Deylik, siz 1 gektarlik joydan zigzag shaklida bir 10 ta joydan tuproq olishingiz mumkin. Tuproqni olib, u tuproqni quritib, zarralari, ya'ni yirik zarralari ajratilinadi, elakdan deylik o'tkaziladi, maydalanadi hamda laboratoriyaga jo'natiladi o'sha tuproq. Deylik, agrohausda laboratoriya bor. Bizda o'sha tuprog'ingizda azot, fosfor, kaliyni o'lchab beramiz. Albatta bizda mikroelementlarni miqdorini o'lchab beradigan jihozlarimiz yo'q, lekin azot, fosfor, kaliy hamda tuprog'ingizda pH ko'rsatkichi deymiz, o'sha kislotnisligi hamda ya'ni nordonligi hamda ishqoriyligini aniqlab beradigan laboratoriyamiz mavjud. Va biz sizga aytishimiz mumkinki, agar sizni tuprog'ingizni tahlil qilib, qaysi ekinni ekayotganingizni aytsangiz, shunga yarasha biz sizga maslahat ham berib borishimiz mumkin. Va albatta siz buni boshqa tuproq tahlil markazlarida ham amalga oshirishingiz mumkin. Mana hozirgi kunda hamma viloyatda o'zini tuproq tahlil institutlari bor. O'sha yerga o'zingizni tuprog'ingizni olib borsangiz, ular sizga tekshirib beradi, hatto ular sizga maslahat ham beradi. Biz shuni sizga tavsiya qilgan bo'lar edik. Hamda tahlil natijalariga qarab o'g'it me'yorlari va tavsiyalari belgilanadi. Mana yozdik, tuproq tahlili to'g'ri o'g'itlashning asosi hisoblanadi. Tahlilsiz o'g'itlash samarasiz va iqtisodiy jihatdan zarar bo'lishi mumkin. Ortiqcha pulingizni berayotgan bo'lasiz. Tekshiring, bizning tuproqlarimizda azot, fosfor bu juda ham ko'p, biz har doim aytib o'tganmiz. Kaliyga ehtiyoj baland, deylik magniy elementiga yoki mikroelementlarga bo'lgan bizda o'simliklarimizda ham, tuprog'imizda ham ehtiyoj juda ham baland hisoblanadi. O'shaning uchun biz tavsiya qilgan bo'lardik. Bu insonning o'ziga ham qiziq bo'lishi kerak, ya'ni o'zini tuprog'ida qaysi element qancha miqdorda bor. Va siz o'shani ko'rib, bitta xulosa qilishingiz mumkinki, demak sizda azot ko'p bo'lishi mumkin yoki umuman siz tuprog'ingizda azot bo'lmasligi mumkin. U berayotgan azotingiz tez-tez yuvilib ketayotgan yoki o'simlik tomonidan tez qabul qilinayotgan bo'lishi mumkin. Hamda o'g'it me'yori, bir narsani aytib o'taylik, bu ko'p o'g'it berildi degani ko'p hosil degani emas. Chunki u tuproqni qabul qilish sig'imi bor, o'simlikni o'zlashtirish qobiliyati bor. Bu narsalarni hisobga oladigan bo'lsangiz, sizni berayotgan o'g'itingizni qanchadir qismini ekin o'zlashtira olishi mumkin. Qolgan qismi esa sizni tuprog'ingizda tuz bo'lib turaveradi. Bu ortiqcha xarajat degani. Shuning uchun ko'p o'g'it beryapman, bu ko'p hosil bo'ladi degani bu noto'g'ri fikr. Tekshirish kerak va tekshirgandan keyin o'shanga qarab me'yor bor. Har bitta o'g'itni, har bitta o'simlikni, ekinni ma'lum bir elementlarga, oziqlantiruvchi elementlarga bo'lgan ehtiyoji bor. O'sha ehtiyojdan ko'pini berish bu xato hisoblanadi. Ana endi azizlar, bu albatta bu o'simlik to'qimalari tahlili deb ko'rsatdik bir qismini. Bu juda professionalniy holat hisoblanadi. Kamdan kam bizda amalga oshiriladi, lekin nima deydi? Professionalniy agar sohaga yondashiladigan bo'lsa,
eng muhim jihatlardan bittasi ham o'simlik to'qimalari tahlili hisoblanadi. Mana u qanday shaklda, jarayon qanday shaklda bo'lishini ko'rsatib o'tganmiz. To'g'ri vaqt va usulda o'simlikdan namuna olish. Namunalar tozalanadi, maydalanadi va laboratoriya uchun tayyorlanadi hamda laboratoriyaga jo'natiladi. O'simlik to'qimalaridagi makro va mikroelementlar miqdori laboratoriyada aniqlanib, sizga o'sha tahlillarga asoslanib, keyin sizga oziqlantirish tavsiyalari beriladi. Bu professionalning yo'li hisoblanadi. Agar sizda juda katta muammolar kuzatilinsa, tuproqdan topa olmasangiz, suvni sifatidan aybni topa olmasangiz, o'simlik to'qimalarini tahlilini sizga tavsiya qilgan bo'lardik. O'simlik to'qimalarining tahlilining afzalligi nima deyiladigan bo'lsa, o'simlikning haqiqiy oziqlanish holatini ko'rsatadi. Oziqa moddalari yetishmovchiligi yoki ortiqchaligini erta aniqlash imkonini beradi sizga. Hosildorlik va sifatni oshirishga yordam beradi hamda o'g'itlardan samarali foydalanish va xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi. Azizlar, ana endi eng muhim oxirgi punktga kelib to'xtadik. Bu tuproq turi. Bu juda ham muhim, diqqat bilan e'tibor berasizlar degan umiddaman. Birinchi tuproqlarimiz qumli tuproqlar. Qumli tuproqlarda bu tuproqlarimiz, bu turdagi tuproqlarimiz yengil bo'ladi. Qo'lingizga ushlaganda tuproq to'kilib ketaveradi. Endi shunaqa desak osonroq bo'lsa kerak. Suv va oziqa moddalarini tez o'tkazadi hamda organik moddasi ichida kam bo'ladi. Biz bu turdagi tuproqlarga tavsiya qilgan bo'lardik. Tez-tez sug'orishni va bo'lib-bo'lib oziqlantirishni tavsiya qilgan bo'lardik. Mana shu sababi bergan suvingiz tez so'rilib ketadi va bu ko'p suvni talab qiladi o'simlikka. Shuning uchun tez-tez sug'orib turishni yengil qumli tuproqlarda tavsiya qilgan bo'lardik. Ana endi qumloq, loy tuproqlarimiz bor. Bular o'rta og'irlikdagi tuproq deyiladi. Suv va oziqa moddalarini yaxshi ushlab turadi. Ko'pgina ekinlar uchun qulay. Demak, qumloq, loy tuproq bu yaxshi tuproq. Muvozanatli oziqlantirish va sug'orish tavsiya etiladi. Ya'ni odatiy ekinni tuproqning holatiga qaraysiz, nami ketgan bo'lsa sug'orasiz, oziqlantirish ham xuddi shunday. Ya'ni bu idealga yaqinroq tuproq, ya'ni yaxshi. Agar sizni tuprog'ingiz qumloq, loy tuproq bo'ladigan bo'lsa. Uchinchi tuproqlarimiz bor, loy tuproqlar bor. Bular og'ir bo'ladi, zich tuzilishga ega bo'ladi. Suvni yaxshi ushlab turadi, ammo o'tkazuvchanligi past bo'ladi. Ya'ni ildizgacha suv yetib bormasligi mumkin. Muammolar kelib chiqadi. Havo almashinuvi sekin, ya'ni yaxshi havo aeratsiya yaxshi bo'lmagandan keyin kasalliklar ildiz qismida juda ko'p kasallik paydo bo'ladi. E'tibor beryapsizmi? Demak, bu loy tuproq, qumli tuproq o'simlik uchun ideal tuproq emas. Bir necha muammolarni keltirib chiqaradi. Hozircha bizda qumloq, loy tuproq idealga yaqinroq bo'lgan tuproq desak, ana endi qora tuproqlar eng zo'ri. Organik moddaga boy, oziqa moddalarini yaxshi ushlab turadi va eng unumdor tuproqlardan. Yuqori hosildorlikni saqlash uchun muvozanatli o'g'itlash va organik moddalardan foydalanish tavsiya etiladi bu turdagi tuproqlarda. Eng yaxshi tuproqlardan bittasi bu qora tuproqlar hisoblanadi. Gil yoki sho'r tuproqlar, sho'rlanish darajasi yuqori, tuzlar o'simlik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi o'z-o'zidan. Buni endi bu turdagi tuproqlarni o'zimiz ham bilamiz, ko'pchiligimiz shuni amalga oshiramiz, tez-tez yuvib turish kerak bo'ladi. Hamda torfli tuproqlar organik moddaga juda boy, kislotaliligi yuqori, ya'ni pH past bo'ladi, 5 dan past bo'ladi. 4, 4,5, 3,5 va hokazo. Suvni juda yaxshi ushlab turadi. Tavsiyamiz pH ni me'yorlash kerak, ya'ni ohaklashdan foydalanishimiz kerak. Bu pH o'sha norma 5,5 dan 6,5 gacha bo'lgan holatda ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Hamda muvozanatli oziqlantirish talab qilinadi. Ana endi siz ko'ring, siz tuprog'ingiz qaysi biriga mos tushadi. O'z-o'zidan shu aniqki, siz tuprog'ingiz shulardan bittasiga tushadi va endi siz keyingi qiladigan agrotexnik tadbirlaringizda mana shu ma'lumotlardan foydalanasiz. Azizlar, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Albatta sizlarning savollaringizni Agrohouse maslahat Telegram guruhimizda kutib qolamiz. Vaqt ajratganingiz uchun kattakon tashakkur. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.